2025 yilgi Chevrolet Nexa oddiy, lekin zamonaviy ichki va tashqi ko'rinishga ega bo'lgan kompakt sedan. Old qismida keng grilli va zamonaviy chiroqlar bilan uslubli ko'rinadi. Yon tomonda to'liq tort eshikli karoserka oilaviy foydalanishga mos. O'lchamlari jihatdan taxminan uzunligi 4330 mm, eni 1690 mm va balandligi 1505 mm atrofida ekanligi ma'lumotlar orasida. Texnik jihatdan Nexa 1.5 litrli tort sletli benzin dvigateli bilan ta'minlangan bo'lib, quvvati taxminan 106 ot kuchi va aylanish momenti 141 mm atrofida. 100 km/soatga tezlanishi 12-3 soniya ekanligi ham qayd etilgan. Yon va orqa osilgan massasi ham taqdim etilgan. Holatga qarab 1190-1230 bo'lishi mumkin. Ichki makonida odatda 5 o'rinli sedan sifatida yaratilgan. Bagaj hajmi taxminan 400 litrga teng. Boshqaruv elementi oddiy va foydalanishga qulay. Multimedia tizimi, USB-AUX kirishlari, konditsioner, elektr oynalar, bu kabi jihatlar ayrim jihozlarda mavjud. Xavfsizlik jihatdan esa ABS, old va yon airbaglar, sofiq gonglash imkoniyati kabi minimal zamonaviy talablar bajarilgan. Yoqilgi sarfi jihatdan shahar aralash rejimida 7-9 litr 100 km atrofida bo'lishi mumkinligi aytilgan. Shunday qilib, Nexa 2025 modeli budjet ichida zamonaviy ko'rinish, to'liq eshikli avtomobil va kundalik foydalanishga mos texnik jihatlar bilan ajralib turadi. Agar siz shahar sharoitida va oilaviy foydalanishda arzon narxli sedan izlayotgan bo'lsangiz, bu mashina juda ko'p jihatdan qiziq bo'lishi mumkin. Agar sizga modelning turli jihozlari, rang variantlari yoki sinov haydashi bo'yicha batafsilroq ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol ayting, tayyorlab beraman. Autotar kanaliga obuna bo'lishni unutmang.